Hammaga assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan Bek. Do'stlar. Xo'p do'stlar, biz bugungi videoda o'tgan nimada esingizda bo'lsa, o'tgan videoda event ko'rsatib o'tdim. U eventda короче menga anaqa Moskvich bergandi. Endi bugun mana shu Moskvichni tuning qilamiz do'stlar. Xo'p, bu Moskvichdan уже ko'pchilikka beribdi deb eshitdim. Buni menga yurishi to'g'risini aytsam yoqib qoldi. Yomon emas ekan, problemasi zo'r ekan. Numeri qaranglar, numeri ajjoningdan. Bu nomer uchun Temurga отдельный rahmat aytaman. Xullas Temur sotib olib berdi bizga Blackcoin'ga. Rahmat. Xullas endi kayf qilamiz. Bu Moskvichni уже нормальный hayda bo'ldim. Bagajda nimalar bor? Xo'sh, bagajda bilet qaysi mal bu? Xullas bagajda nomerlar balovatlarlar yotibdi, 3 taliklar. Kerak emas. Balkim bu mashinalarga qo'yib qo'yarman. Xo'sh, xullas bugun mana shu toychoni tuning qilamiz. Такой sportlar qo'yib, ranglarini bo'yab, tonirovkalar qilib. Mashina yomon emas. Mashina chotki, goskasiga keladigan bo'lsa, goskasi 1.200.000 ekan. Agar kimlardir olgan bo'lsa, sotib olmaslikni maslahat beraman. Chatda yozishayotgan ekan, ko'rmay qolman. Uzr. Sotib olmaslikni maslahat beraman. Buni olib qo'yaveringlar. Yomon mashina emas. Chotki upravleniyasini eplagan haydaydi, eplamagan yo'q. Bir ikkita bolalar aytdi, goskaga uchirib yubordim men o'sha bu yoq dedi. Men ham muhabbatlar bo'lgan dedim. Senga bu ham kam dedim. Chunki bu goskaga uchirib yuboradigan mashina emas-da, normalniy mashina. Misol uchun menga yoqdi. 214 ekan stok maksimalka. Mana. Xo'sh, chatdagilarga bu narsa deb qo'yaylik. Remontni borib mashina benzin ham qolmagan, benzin quyib ketish kerak. Men bu aksessuarlarni yoqib qo'yib tura qolay, chunki menga kerak emas bular hozircha. Buni o'rniga remontlar bo'laman. Bo'ldi. Xo'sh. Xo'sh, ars tuningdanman. Endi aytib qo'ygan yaxshi-da baribir. Bu narsaga kerak bo'lib qidirib qolishlari mumkin. Xo'sh. Ana bola yozish boshladi. Endi yozib qo'yaylik, bolalarni nimasi, sazasi o'lmasin. Ana kayf qilib ishtirabga ham tushdik. Mayli. Sport uncha qimmat emas, 99k. 99.000 ekan. Bu yoq borsa bir 700-800 ming bilan chiqasizlar-da mana shu yerdan. Yomon emas. Misol uchun men buni sotib olmayman, buni olib qo'yaman. Xo'sh, stokini o'zi 214 ekan, demak menga antiradar kerak bo'ladi. Belki bitta dom olmoqchiman-da, o'sha vipda qachon olish vaqtini ko'rsa bo'ladi. Keyin gaplashamiz. Endi hozir boshim to'g'risini aytsam boshim achib turibdi. Unga o'ylanib o'tirgim kelmayapti. Realni miyam ishlatim kelmayapti hozir. Voh. Yurish zo'rda.
Slash home. Xo'sh, bular lekin ishoninglar, nerealniy issiq, shu darajada issiq. Qo'llarim уже terlab ketdi. O'zi avitda video oladigan odatim yo'q edi. Endi Temurlar bolalar stream qiling, u qiling, bu qiling deb so'rayotgani uchun stream bo'lmasa ham hatto video olmoqchiman. Hoppa. Straplan paytida, joyida, vaqtida to'lab yuringlar, chunki keyinchalik pravilani olib qo'yishi mumkin. Ha, mana nima gur. Kar qilamiz. Moskvich. Xo'sh, bunday qilamiz. Tamin ol. Net. Tashul. Boshqa ishim yo'qmi? Bunga drift qo'ysa qalay tushar ekan deb o'ylayapman-da. Chunki sportda o'zida normal ketib turibdi-da. To'xtanglar, ko'rsatdi-da. Bosamiz, nitrani bosib turib, hop. Voy, bular devorga urilib ketmadi. Atak yo'qdi lekin menga bu. Ha, ona nimaga hozir to'lagandim ha. Hop, ana. Cho'tki mashinalar ekan. Seriozno yoqdi menga. Buni sotib olmayman, buni olib qo'yaman. Keyin men bitta Bentley qarab yuribman-da yana kayfiga. Yana Bentley olib qo'ysam ekan deb yuribman. Ha, keyin aytgancha G90 olmoqchiman. G90 Sport, Svet Dana signali borlari ringda qancha turadi, kim biladi? O'shani kommentda yozib qoldiringlar-da. 100, 120, 150 atroflarda aylansa topib olmoqchiman. Nima deysizlar shunga? Yaxshi variantmi? Menga Bentley ham yoqadi-yu, BMW-da baribir G90 olib qo'ymoqchiman. Ko'pchilik aytdi, upravleniyasi raso ekan, menga yoqmadi dedi. Men uni haydashga olmoqchi emasman. Olib prosta uy oldiga, garaj oldiga parkovka qilib qo'yaman. Har o'yinga kirgan paytim chiqarib qarab, kayf qilaman-da. Endi hamma har xil nimadan vaziyatda kayf qiladi. Birovlar prosta rulga o'tirib kayf qilib, haydab mashinani kayf qiladi. Birovlar nima desam bo'ladi, kayfiga o'ynab ham kayf qiladiganlar bor. Prosta hech narsadan ishi yo'q, tashvishi yo'q, muammo yo'q. O'ynasam o'ynadim, o'ynamasam yo'q deb yuradiganlar ham bor. Ular ham prosta yurib kayf qiladi. Endi men o'yinu baribir o'zimga yoqqan narsalarim bo'lsa, o'shalarga qarab turib ham kayf qila oladigan odamlardanman. Kamyobman-da, men kamyob. Individual insonman-da, individual. Bilan buni maksimalkasi past ekanu. Qatib yurib turibdi. Shunisiga shukr. Moskvich. Atak tezligini 320 plus qilishganda undan ham zo'r bo'lardi. Adashmasam Sport Plus bo'lsa 250 yursa kerak. Chunki hozir Sportda o'zida 235 yuribdi. Sport Plus bilan 250-255 shunaqa atrofi bo'lishi kerak. Sekin. Yur. Xo'sh. Qanaqa rang qilamiz bunga? Diskaga kelmay o'zini defaultning nimasini qilsammi deb o'ylab turibman-u. Bilet уже bu hammada bor-da. Olib chiqib keyinchalik sotib yuboraman deganim bilan ham yoqmay qolsa sotaman deb rentga olib chiqqanim bilan уже hammada bor. Bu narxi o'lib ketdi. Vobshe tushib ketdi. Oldin bitta ikkita bo'lardi. Kamyob bo'lgani uchun qimmat bo'ladi. Hozir kamyob emas, shuning uchun qimmat ham emas. Xo'sh, o'zimizni legenda svetdan qo'yamiz. Mana sariq svet. Xo'sh. Endigi masala. Qop-qora, yo'q, qora bo'lmaydi. Mashina armadi. O'ttak diskaga o'tamiz, diskani qop-qora qilamiz.
O'tdik. Mana mashina tayyor bo'ldi. Cho'tki bo'ldi. Voy chach. Hay jiyaningdan. Buni kayfini bilgan biladi. Bilmagan o'zi bilib yuraveradi. Voy chach. Voy buni tortishini qaranglar. Voy. Aylanishiga netchi buni? O'laman demaydi-ya mashina, o'laman demaydi. Bo'lsa necha yildan oshib ketdi bu mashinaning chiqqaniga. Hali yurib turibdi. Endi dodam paytdagi mashinalar baquvvat bo'lib chiqqanda. Xullas, do'stlar, shunaqa gaplar. Unda segan mana shu pauza bosaveramiz. Mashinani ham mana tuning qilib bo'ldik, cho'tka qilib. Bu уже hammada bor, shuning uchun asrab qo'yganim foydasi yo'q. Semaga tiqib qo'yaman. Nomerim bermayman lekin. Nomerimni olib qo'yaman. Agar haydash xohlaydigan odamlar bo'lsa, haydab ko'rmoqchi bo'ladiganlar bo'lsa, kirib bemalol qiziqib kayfiga haydab ko'raverasizlar. Bu yerda nomerlarim 000 bor, BBB bor, TBS bank bor, 777, TTT, xan nomer bor, 3/5. Bunda boshqa nomerim yo'q ekan. Xullas shunaqa gaplar do'stlar. Mayli unda do'stlar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, charchamaylar. Xayr do'stlar.